Uyg'urlar haqida Xitoyga uchur yetkazish bilan ayblangan gumondorlarga hukm e'lon qilindi. Albatta qadrli ko'rmalarimiz, bu xabar o'z vaqtida shu Turkiyada bu ish bo'lgandan keyin Turkiyadagi bexatarlik tarmoqlari bularni tutush xabarlarimiz tafsilot berdik shu vaqtida Turkiyaning xabarlaridan chiqqandi. Bütün Uyg'urlarimizni sarosimiga solgan nihoyatda g'azablantirgan bir vaqalikdi bu hamda. Shuncha vala bir ezilayotgan bir xalqning Turkiyadagi bir o'rinda hali ham bu tajovuzchilarga xizmat qilayotgan bizning millatning ichidan chiqqan bu maxluqlarningki bütün xalqimiz, dunyoning har qaysi joylardagi xalqimiz la'natlagan, achchiqlagan g'azabini bildirgan hamda. Bu albatta sotlanish jarayoni, so'roq qilinish jarayoni, nurg'un ishlar pat-pat ancha-muncha xabari chiqib turgan bo'ldi. Bu qaytamamda rasmiy shaklda hukm e'lon qilinganlar, hukm e'lon qilinib, quyutilganlar, aqlanganlar, aqlinib degandek oxirgi natija e'lon qilingan bo'ldi. Turkiya Ig'ir Jinoiy ishlar sud mahkamasi oldingi yil Turkiyadagi Uyg'urlar haqidagi uchurlarni Xitoyga yetkazganlik gumoni bilan tekshirilgan Samat Asıl Türk, Sadiq Mehmet Aziz, Habibullah Ürümçi, Haşim Sabitoğlu, Abdullah Nasir, Qari İlyas, Nurahmet Ömeroğlu qatarlıq 7 cinayet gumandары haqqında hüküm e'lon qildi. Hükümde bildirilishicha, gumandar Sadiq Mehmet Aziz bu başdan tatib eng cho'ng jinoyatchi deb qarilib kelayotgan Sadiq Mehmet Azizning davlatning maxfiy uchurlarini siyosiy yoki harbiy josuslik maqsadida ta'minlash jinoyati isbotlangan bo'lib, Turkiya Jinoiy ishlar qonunining aloqador moddalarida ko'rsatilgan jinoyat o'tkazish shakli, jarayoni, qasdligi, keltirgan xatarning ig'irligi nazarda tutilib, 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Sadiq Mehmet Azizning jinoiy jazosiga qarata jinoyatning ijtimoiy ta'sirlari, sud jarayonidagi ifodasi qatorliqlar ko'zda tutilib, 5237 nomerlik Turkiya Jinoiy ishlar qonunining aloqador moddalari bo'yicha belgilangan jazoning oldidan bir qismi qisqartirilib, amaliy ijro qilinadigan qamoq jazosi 12 yil 6 oy qilib bekitilgan. Buning ishi tugadi. Sadiq Mehmet Aziz bilan birga tekshirilgan jinoyat gumondorlaridan hamda yuqorida ismi tilga ilinib o'tilgan Habibullah Ürümçi, Haşim Sabitoğlu, Abdullah Nasir, Qari İlyas, Nurahmet Ömeroğlu va Samat Asıl Türk qatorliq 6 kishi gunohsiz deb qo'yib berilgan. Bu qatim sudda. Hükümde bildirilishicha, gunohsiz deb qo'yib berilgan 6 kishi garchi davlatning maxfiy uchurlarini siyosiy yoki harbiy josuslik maqsadida Xitoyga ta'minlash jinoyat bilan ayblangan bo'lsa-mu, biroq taftish mahkamasi mazkur kishilarga qaratilgan josuslik haqidagi gumonlarni tekshirish orqali isbotlolmagan degan shaklda shu hukmnomada bular tilga olindi. Mazkur shaxslar haqida yo'l qo'yilgan adliya nazorati tadbirlari amaldan qoldirilgan bo'lib, ya'ni bu aqlangan shaxslar haqidagi aqlanib chiqqan kishilarning advokatga sarf qilgan chiqimlari uchun har bir kishiga 48 ming lira qaytarib berishga hukm qilingan. Hukmning oxirida aqlanib chiquvchilarning ham bu nuqtama bildirilgan ularga agarda aqlanib chiquvchilar nazarband ostida turgan vaqtlar uchun to'lam talab qilsa bo'ldiganligimi ularning har biriga ayrim-ayrim yetkazilganligi bu tafsili hukmda bu bildirilgan. Demak, bu shaklda natijalangan bo'ldi hamda.